E'tiboringiz markazida shaharlik mehmonlarga qarshi o'zimizning yigitlar. Bugun qishlog'imizda ko'rinishdan futbol bo'layotgandek, lekin maydonda haqiqiy jang ketyapti. Oh, qanday gol! Bunaqasi hali bo'lmagan. Bir-birlaring bilan jishmay damdan o'nglar. Nima o'ynayapsizlar? Nimadan qo'rqyapsizlar, ha? Sizlar qishloqning jaydari yigitlari bo'lsalaring, ular shaharni nimjogina olibdi yigitlari. Qaralaring. Amay. Boqma, boqma qilmalar. Boqma qilma. Boqma qilmalaring. Boqma qilma. Boqma qilma. Boqma qilma. O'zing keldingmi? Hamma Ularni o'ldirishmoqchi. o'ynamayman. Futbolchi. O'ynamayman. Xatga ketosizlar. Qanchanaqa? Ne chaqirmadlaring? Nima chaqirishimiz kerak sizlarni? O'zlaring bilasanlar. Mayli, to'xtalaring. Nima chaqirishimiz kerak sizlarni? O mama, tushirib qo'yibsanlar qo'mi. Mana keldim itvoy. Qalay bo'lar ikkinchi taym? Yo'q! O'zingiz ham yutardi, baynerlardan nima tutardi? O'chir ovozingni. Repingga tupurib qo'ydim, hammasiga kulib qo'ydim. Bitta mahallaning bolalari bo'lsalaring, kalablar chiqsalaring vaqtda. 5 kere 5. Ikkinchi bo'limi boshlanmoqda. Tarkiblarda o'zgarishlar ro'y berdi. Jamoamizdan ajoyib comeback kutib qolamiz. Ko'proq na prinsip ketishga o'xshayapti. Yana bilmadim. Mana sizga zarbalar seriyasi. Go'zal. Qanaqa go'zal to'r o'rningdan? Sizni ko'rgani keldim. Hozir ko'rolmay qolasan. Ber, oshib ber. Nima? Nima deyapsan? Ay boshim aylanib ketdi. Manga. Nima deyapsanlar? O mama, kamandingi nima qilgan? Aqaymagin.